Bizdan ko'pchilik burun to'sig'ini to'g'rilashni necha yoshdan qilasizlar deb so'rashadi. Agar holat juda yomon bo'lsa, burun to'siq qiyshayib, nafas olishga xalaqit qiladigan bo'lsa, 5-6 yoshdan ham qilamiz. Mana hozir bizaga 1 yil oldin operatsiya qilgan bemorlarimiz kelishgan Surxondaryodan. Uning ismi Sarvar. 1 yil oldin bo'ladi burun to'sig'ini to'g'irlab, chig'noqlarni korreksiya qilib berganmiz. Bunda tug'ma burun to'sig'i keskin qiyshiqligi bor edi. Burun to'sig'i suyaklari qiyshiqligidan, nafas ola olmaslikdan, yurak, miyaga zarar borligidan kelgandik. Bu yerga kelib, Xudoga shukr, natijalar yaxshi. 1 yildan beri dori-darmon yo'q. Nafas olishlari qanaqa edi? Hammasi zo'r bo'lib ketdi. Yaxshi bo'lib ketdi. Natijalar O'zgarishlar bo'ldimi? Yo'q, dahshat bo'ldi. Demak, operatsiya qilsa bo'lar ekan. Bo'lar ekan, davosi bor ekanda, xullas. Mana burunni qiyshayib ketmagan. Burun to'siqlari ham mana tekis turibdi. Bularda deyarli umuman nafas olishga joy yo'q edi, to'g'rimi? Doim o'tirgan holatida ham og'zini ochib yotardi, og'zini ochib o'tirardi doimiy. Nafas olish qiyin edi, faqat dori bilan yashardi bu. Mana xudo xolasa rezultatlarimiz zo'r. Bemorimiz ozgina shamollagan, shuning uchun yana qo'rqib ketishgan, nimadir bo'ldimi deb. Yo, alhamdulillah, natijalar juda ham zo'r. Hammasi joy-joyida turibdi. Shamollashiga lecheni yozib berdik. Xudo xolasa shuni qilib tursanglar yaxshi bo'lib ketasizlar. Xo'p? Bo'ptimi Sarvar? 5 tasha endi.